Tasavvur qiling, ertaga tong otadi, osmon tinch, ko'chalar odatdagidek shovqinli, lekin dunyo allaqachon o'zgargan bo'ladi. Hech qanday o'q ovozi eshitilmadi, hech qanday portlash bo'lmadi, biroq kimdir allaqachon yutdi, kimdir esa mag'lub bo'ldi. Chunki kelajak urushi o'q bilan emas, algoritm bilan boshlandi. Inson ko'zi ilgamaydigan tezlikda qarorlar qabul qilinmoqda, ko'rinmas kodlar esa ko'rinadigan taqdirlarni belgilab bermoqda. Bu yangi davrda galaba maydonda emas, serverlarda qo'lga kiritiladi. Bir paytlar urush deganda askarlar, tanklar va raketalar ko'z oldimizga kelardi. Bugun esa urush xonasi sovuq temir eshiklar ortida, jimjit xonalarda, yaltirab turgan monitorlar qarshisida olib borilmoqda. Bu yerda eng kuchli qurol mushak emas, aql emas, balki aqlni 1000 barobar tezlashtiradigan algoritmdir. U charchamaydi, ikkilanmaydi, his qilmaydi. U faqat hisoblaydi va hisob natijasiga ko'ra harakat qiladi. Aynan shu jihati bilan u insondan ustun. Algoritmlar oddiy ko'rsatmalar to'plami sifatida boshlangan edi. Avvaliga ular hisob-kitobni tezlashtirdi, keyin hayotni qulaylashtirdi, so'ngra qaror qabul qilishga aralasha boshladi. Bugun esa ular qarorni o'zlari qabul qilmoqda. Qaysi tizim ishlasin, qaysi biri to'xtasin, qaysi axborot tarqalsin, qaysi biri yo'qolsin, bularning barchasi soniyalar ichida aniqlanadi. Inson hali savol berishga ulgurmasdan, algoritm allaqachon javobni topib bo'lgan bo'ladi. Kelajak urushi front chizigiga ega emas. U ko'rinmas va chegarasiz. Bir mamlakatdagi kod boshqa bir mamlakatdagi tizimga ta'sir qilishi mumkin. Birgina noto'g'ri hisob millionlab odamlarning hayotiga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Energiya tarmoqlari, aloqa tizimlari, transport oqimlari, moliyaviy bozorlar bularning barchasi algoritmlar bilan boshqariladi. Kim ularni yaxshiroq tushunsa va tezroq moslashtira olsa, ustunlik ham o'shanga nasib etadi. Bu urushda askarlar klaviatura oldida o'tiradi. Ularning quroli satrlar bilan yozilgan buyruqlardir. Har bir buyruq mantiqiy zanjirning bir bo'lagi bo'lib, u to'g'ri ishlasa tizim mukammal harakat qiladi, xato bo'lsa esa butun mexanizm qulab tushishi mumkin. Shu sababli bu jangda aniqlik hamma narsadan muhim. Birgina belgi, birgina buyruq o'zgarishi tarix yo'nalishini burib yuborishi ehtimoldan xoli emas. Algoritmlar urushi faqat texnika haqida emas. U inson tafakkurini o'zgartirmoqda. Qachonlardir biz qaror qabul qilish mas'uliyatini o'zimizda saqlardik. Endi esa tobora ko'proq mas'uliyatni mashinalarga topshirmoqdamiz. Chunki ular tezroq, aniqroq va hissiyotlardan xoli. Lekin aynan shu holat xavfni ham o'zida yashiradi. Hissiyotsiz qarorlar har doim ham adolatli bo'lavermaydi. Yangi davrning eng katta savoli shundaki, algoritm kim uchun ishlaydi? Unga kiritilgan ma'lumotlar qanchalik xolis? Agar u noto'g'ri yoki biryoqlama ma'lumotlar bilan oziqlantirilsa, natija ham biryoqlama bo'ladi. Bu esa ko'rinmas adolatsizliklarni yuzaga chiqaradi. Kimdir bilmasdan yutqazadi, kimdir esa sababini tushunmasdan yutadi. Va hech kim nega bunday bo'lganini aniq izohlab bera olmaydi. Kelajak urushi sekinasta onglar ustidan nazoratga ham aylanmoqda. Qaysi xabarni ko'rishimiz, qaysi fikrga duch kelishimiz, qaysi mavzu muhim bo'lib ko'rinishi bularning barchasi algoritmik tanlov natijasidir. Inson o'zini erkin tanlayapman deb o'ylaydi, lekin aslida tanlov doirasi allaqachon belgilab qo'yilgan bo'ladi. Bu esa urushning eng nozik, eng xavfli shaklidir. Algoritmlar raqobati davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni ham tubdan o'zgartirdi. Endi kuch namoyishi uchun armiyani chegaraga olib chiqish shart emas. Ba'zan bir necha satr kod yetarli bo'ladi. Bu jim urush bo'lib, unda g'alaba qozongan tomon ham ba'zan o'zi yutganini darhol anglamaydi. Natijalar asta-sekin namoyon bo'ladi, ammo ularni ortga qaytarish juda qiyin. Bu yangi davrda himoya tushunchasi ham o'zgardi. Qalin devorlar va mustahkam darvozalar endi yetarli emas. Asosiy himoya bilimda va moslashuvchanlikda. Algoritmga qarshi algoritm, tizimga qarshi tizim ishlatiladi. Kim tezroq o'rganadi, kim tezroq moslashadi, o'sha omon qoladi. Bu jarayonda vaqt eng qimmat resursga aylanadi. Inson va mashina o'rtasidagi hamkorlik bu urushning markazida turibdi.
Mashina tez va kuchli, inson esa ma'no va maqsadni belgilaydi. Agar bu ikki kuch uyg'unlashsa, ulkan imkoniyatlar ochiladi. Agar ular bir-biriga qarshi qo'yilsa, oqibatlar oldindan aytib bo'lmaydigan darajada xavfli bo'lishi mumkin. Shu sababli kelajak urushi faqat texnologik emas, balki axloqiy sinov hamdir. Algoritmlar dunyosida shaffoflik kamyob. Ko'plab tizimlar qanday qarorga kelganini tushuntirib bera olmaydi. Bu esa ishonch muammosini keltirib chiqaradi. Inson tushunmagan narsasidan qo'rqadi. Qo'rquv esa keskinlikni kuchaytiradi. Keskinlik esa urushning yoqilg'isiga aylanadi. Shunday qilib, ko'rinmas jarayonlar ko'rinadigan ziddiyatlarga sabab bo'ladi. Yangi davr bizdan yangi mas'uliyat talab qiladi. Algoritmlarni yaratishdan avval ularning oqibatlarini o'ylash kerak. Har bir kod satri ortida real hayotlar borligini unutmaslik zarur. Texnologiya betaraf emas, u uni yaratgan va boshqarganlarning qadriyatlarini aks ettiradi. Shuning uchun kelajak urushida eng muhim savol kim kuchli emas, balki kim mas'uliyatli ekanidir. Bu davrda bilim quroldan ham kuchliroq. Algoritmlarni tushungan inson vaziyatni boshqara oladi. Tushunmagan esa boshqariladigan obyektga aylanadi. Ta'lim va ongni rivojlantirish endi shunchaki ijtimoiy masala emas, balki strategik zaruratdir. Chunki ongli jamiyatni manipulyatsiya qilish qiyinroq. Kelajak urushi shovqinsiz kechadi. U gazetalar sarlavhalarida katta harflar bilan yozilmasligi mumkin. Ammo uning ta'siri har bir uyga kirib boradi. Ish o'rinlaridan tortib shaxsiy hayotgacha hamma narsa algoritmik qarorlar bilan bog'liq bo'lib qoladi. Bu jarayon